Andijon viloyatida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi doirasida navbatdagi giyohvandlik bilan bog'liq noqonuniy holat fosh etildi. Xususan, joriy yilning 7-mart kuni Bo'ston tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida shu tumanda yashovchi 1963-yilda tug'ilgan shaxsning xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tadbir davomida xonadonning tom qismidan kelgusida sotish maqsadida saqlab kelinayotgan sof og'irligi 950 gram bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Bo'ston tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan Jinoyat kodeksining 25 orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Agar siz ham giyohvandlik bilan bog'liq shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'raymiz. Giyohvandlik va narko jinoyatlariga qarshi kurashishga qaratilgan hamkorlikdagi tezkor tadbirlar esa davom ettirilmoqda.